Bolam kechasi yotganda ko'p terlaydi. Yostiqlari ho'l bo'lib ketadi. 2-3 marta kiyimini almashtiraman. Nima maslahat berasiz? Farzandingizni yostiqlari ho'l bo'lib, kechasi 2-3 martagacha kiyimlarini almashtirayotgan bo'lsangiz va ahamiyatli bo'lib, farzandingizni kaftlari ham terlayotgan bo'lsa, bu holatda bolada vitamin D tanqisligi bo'lishi mumkin. Ya'ni siz defitsitlikni aniqlash uchun albatta analiz topshirasiz. Analiz javobiga ko'ra vitamin D ni dozalab farzandingizga berishni boshlaysiz. Shu o'rinda yana aytib o'tmoqchiman, ko'p ayollarimiz murojaat qilishadi. O'smir yoshidagi farzandim ham terlaydi va juda ham o'tkir hidli ter hidi kelyapti, nima qilsam bo'ladi? Demak, o'smir yoshda farzandlarimizdan o'tkir hid kelishining sababi bu bolada birinchi navbatda noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni biz bilamiz, maktabda yoki litseyda farzandlarimiz tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni iste'mol qilishadi. Fast foodlar deymizmi, chipslar yoki bo'lmasam ko'p gazli ichimliklar, bular hammasi jigar faoliyatini, o'zining faoliyatini olib borish uchun og'irlik qiladigan mahsulotlar hisoblanadi. Shuning uchun bolani ratsionini ko'rib chiqasiz. Birinchi navbatda sog'lom mahsulotlar bo'lsin va ikkinchi eng muhim eslatma bu o'smir yoshida farzandlarimizni har xil dezodorantlardan foydalanishlari yoki bo'lmasam tana uchun spreylar deymiz, bularning hammasi jigar faoliyatini olib borishi uchun og'irlik qiladi. Shuning uchun ham o'smir yoshidagi farzandingizga e'tiborli bo'ling, uni ratsionini tekshiring. Albatta u ishlatayotgan vositalarni qarab, tekshirib, hattoki kiyimlarning materialigacha ko'rishingiz kerak. Ana shundagina farzandingizdan kelayotgan o'tkir hidni bartaraf qilishingiz mumkin. Har xil dezodorantlar bilan emas, faqatgina uni ratsioni va tashqi qo'llayotgan vositalari bilan birgalikda bartaraf qilsangiz bo'ladi.